Leksiyalarımızı davamlaştırmaz vatandaşa. Bugünkü ıslahı 2021 yıl 2. ayının 12. günü. Endiki mavzumunda vatandaş. BBC. Cungo'ga çetişlik yalgan haber büyücü Cungo'dan soraş taleplerini red kıldı. Radyo televiziya baş idaresi, Cungo'nun radyo televiziya baş idaresi BBC'nin Cungo'da oltıraklaşışını çekledi. Mavzulu haber 2. ayının 12. günü Dovitor ilan kılındı haber. Bundan baştan. Angliya radyo televiziya şirketi BBC 1. ayının 29. günü jıqımlıq virus doğrusida axbarat e'lon qilib, bu axbarat keng doirlik diqqat qo'zg'agan bir paytda Angliya axborot boshqarish idorasi Ofcom 2. ayının 4. günü bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Jungo Xalqaro televiziya stansiyasining Angliyada o'ltiraqlashish kinishkisi bekor qilindi. Jungo taraf televiziyasi kechkiroq bayonot e'lon qilib, Ofcomning oxirgi qaroridan afsuslandik va qat'iy qarishtiramiz dedi. Orliqdagi bir qator voqealar Jungo Angliya munosabatlarini diqqat qilish sinoqlariga duchor qildi. Beijing vaqti 2021 yil 2. ayının 12. günü Jungo radyo televiziya baş idaresi futurish e'lon qilib, BBC radyo stansiyasining Jungo'da o'ltiraqlashiga ruxsat qilmaydiganligini futurish qilib, yilda bir qatam tasdiqlash to'g'risida iltimosni tasdiqlamaydigan bo'ldi. Futurishning mazmuni bunda oshkorlandi. Tekshirish orqali BBC Xalqaro axborot stansiyasi Jungo'ga munosabatli xabarning mazmunida Jungo'da radio televiziya boshqarish nizomnomasidagi huquqi bo'lish nizomnomasidagi kechiringlar haqiqiy bo'lish, odil bo'lish talablariga xiloflik qilib, Jungo'ning davlat manfaatiga xiloflik qildi. Jungo'da Millatlar Ittifoqiga buzg'unchilik qildi. BBC'ni ayblayotdi Jungo radio shirkati. Davlat sirtidagi kanallarning Jungo'ning ichki qismida o'ltiraqlash shartlarini hozirlay olmadi. BBC bundan burun bunda xabar qildi. Bir nafar Uyg'ur ayol jazolash lagerida haqoratlandi. Dunyoning diqqatini qo'zg'adi dedi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi va Xinjiang yerlik hukumat bir qancha qatam raddiya berdi. Jungoning Angliya turishliq elchixonasining ommaviy konsuli 2. ayning 8. kuni ommaviy konsuli ommaviy mulozimat konsuli Juma 2. ayının 8. günü BBC axborot tahrir bölümünün müdiri bilan ko'rishib, bu stansiyasining yaqindan beri Xinjiang masalasiga aloqador xabar tarqatganligi to'g'risida qattiq pozitsiya bildirdi. Bu idoraga mas'ul kishi mundaq ta'kidladi. Jungo taraf BBC'ning Jungo turishliq tarmoq idorasining Jungo'ning qattiq maydoniga astoydil muomala qilishini, tadbiri qo'llanib, xabar paydo qilgan eg'ir ta'sirini tugatishini, Jungo'ga munosabatlik axborot masalasida Jungo'dan so'rashini talab qildi. BBC keyin Jungo Tashqi ishlar ministrligi javob qaytarganda mundaq dedi. BBC Jungo'da yuz bergan ishlarni to'g'ri adolat maydonida turib xabar qilganligida ching turdi. Yolg'on xabar, ideologiya degan ayblashlarni qat'iy rad qildi.